Barcha obunachlarga salom sizlar bilan man Adrian obunachlar degan videoda Jovani qilib video olish emas. Men Samurai Corporations operator yordamchisiman. Bu yerga 2 kundan so'ng Zulmat jonglyorı keladi va qurbonlik xohlaydi. Shuning uchun menga uni o'ldirish buyurilgan. Hozir menda qurol yo'q, Mark olib kelib beradi. Hozir esa Mark'ga kirishimiz kerak va uni kodni aytishimiz kerak. Qishloqqa mana binokulimdan ko'rdim. Hozir bak bo'lib ko'rinmayapti. Mana ekan o'sha qishloq. La'nati Zulmat jonglori kelmaganda bu yerda balkim video ham olardim. Mayli, u yerda yana 3 oy qolishim kerak. Ana Mar ham turibdi ekan. Eshigi temirdan ekan. Salom janob Mar. Alaykum assalom. Sen kimsan? Men shu qishloqdagi yangi o'yinchiman. Cho'zib o'tirmayman. 87339119. Janob Adrian, ko'rishganimdan xursandman. Menga janob boshlarning boshlig'ilari aytgandi. U yana konditsioner to'g'risidagi o'y. Ertaga shu janob Mark va uni odamlari keladi va sizga rolni beradi. Okey, janob Mar. Ungacha xohlagan ishingizni qilib turishingiz mumkin. Okey, janob Mar. Yaxshi. Mana ekan ko'zning sanoqidagi uy dedi. Mana bu uy bo'lsa kerak. Ochiq ekan eshigi. Menga kalitni ham bermadi lekin. Yo'q, hozir keraksiz narsa durbin, zajigotga kerak bo'lishi mumkin, kerak tursin, lopatka va mana bu kerak emas. Hozir mana bu yerda ishkan yo'q ekan. Nima bor ekan bu yoqda? Sunduq. Hech narsa yo'q ekan. Okey. Nega bu yoqda ish yo'q? Mayli. Yaxshi, unga daraxt chopaman. Nega desangiz, boshqa narsalar ham yasashim uchun. Daraxt chopaman. Alo canlar. Alo. 13. qishloqqa keldingmi? Janoblar yetib keldim. Janoblarga aytdim, u menga uyni berdi. Okey. Uyni bergan bo'lsa, ertaga men gitaramiz bilan yana qoraqo'rg'onlar jamoasi bilan yetib kelamiz. Sizga qurolni beramiz. O'zinga qo'llasin degan umiddaman shu zulmajonlarga. Va yana bir narsa aytishim kerakki, mana aytmoqchi janob Mark. Zulmajonlarga qo'shilib zulmat o'tsa ham kelarkan. U ancha kuchli zulmajonlardan. Janoblar, men unaqa jonglyorlardan ko'pini ko'rganman. Bemalol qo'shtirib tashlayman. Okey, ko'ramiz. Okey, janoblar. Xo'sh, mana obunachilar janob Mark menga telefon qildi. Hammasini eshitib yozinglar. Endi ertaga janob Mark
Mark keladi va menga qurollarni beradi. No, qora kobralar bilan kelmasa yaxshi edi-ku, mayli. Zulmat janglarini uni akasi zulmat janglari bilan zulmat boquvchisi bor edi. O'sha zulmat boquvchisini o'ldirganman. Zulmat janglari o'shanda ketib qolgan. O'sha bilan ishlamay o'zimga daraxt buzib keldim va kerakli narsalar yasash uchun ozgina doskalar yasaymiz. 56 tetadi. Biroz cho'pdan ham keyin biroz o'zimni narsamni yonimni biroz narsa qilmoqchiman. Okey. Ana zo'r bo'ldi. Как раз 2 dona qoldi. Ben oraya kırıp çıkış gerek. Canaplar. Tamam oldu. Canaplar. Ertagi Janob William va Williamni ham chaqiring. Meni kuchim yetmasligi mumkin. Ular samada turishlari kerak. Okey, shuni aytgani kelgandim. Normal. Xo'sh. Obunachilar menimcha bugunga yetadi, chunki ertaga yana video bo'lganimda sizlarga ko'rsataman. Bugunga yetadi. Hammalarga xayr.